Retinol kremi haqida juda ham ko'pchilik so'radi. Agar sizga ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, yaqinroq kelib o'tirib oling. Retinol kremi bu internetdan, ko'chadan, mass marketingdan olib suriladigan krem emas. Haqiqatdan kuchli, lekin uni faqat mutaxassisdan olishingiz kerak bo'ladi. Bu krem 25-30 yoshdan keyingina tavsiya qilinadi. O'zini surish ketma-ketli ratsionlari bor. Agar qonun-qoidaga amal qilmaydigan bo'lsangiz, yuzingiz rasvos chiqib ketishi mumkin. Xullas, juda ham suxoy bo'lgan, qizaruvchan kuperozniy ko'jalarga tavsiya qilinmaydi. Masalan, toshmaga moyilligi bor, po'ralar kengaygan, ajinlaringiz chuqur, dog'laringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Faqat boshida foydalanayotganingizda 3 kunda, 4 kunda bir martagina surasiz. Sekin-sekin 1 oy, 2 oydan keyin уже 2 kunda bir, keyin 1 kunda birga через yillarga o'tishni boshlaysiz. Uni mutaxassis sizga tavsiya qiladi. Homilador laktatsiya davrlarida agar sostavida ruxsat berilgan ingredient bo'lsagina surasiz. Agar ruxsat berilmagan bo'lsa, unda ham surish mumkin emas. Retinoldan foydalangan odam обязательно SPF doimiy surishingiz shart, chunki dog'ga moyillikni, teri kuyish holatlarini ham paydo qilishi mumkin. Natijasi zo'r, faqat aytganini qilib, qonun-qoida bo'yicha ishlatishingiz kerak bo'ladi. Bu hammaga ham tushurmaydi. O'shaning uchun to'liq ma'lumot olish uchun har doimgidek yana kommentariyada plus qoldiring.